Endi investitsiyani qanday boshlash kerak? Avvalambor buni to'g'ri yondashuvda, to'g'ri boshlash kerak deymiz. Bu moliyaviy maqsadlarni aniqlash, ya'ni bu reja o'zi maqsad nima, reja nima? Eng asosiysi, eng birinchisi shundan boshlanadi. Undan keyin risk darajasi aniqlanadi. Ya'ni har bitta aktivada, har bitta investitsiya, uni risklari aniqlandi. Undan so'ng qaysi bozorda, qaysi bozorga, moliya bozoriga investitsiya qilinadigan, uni o'rganish albatta zarur. Chunki bilimsizlik juda ham ko'p muammolarga olib kelishi mumkin. Keyingisi bu kichkinadan boshlash. Doimo kichik qadamlar bilan, kichik yutuqlar bilan, sabr bilan, uzoq muddatli stabil kayfiyat bilan boshlash zarur. Investitsiya bu marafon, sprint emas. Ya'ni bu qisqa, tez emasda, ya'ni qisqa muddatda tez katta natijaga erishish bu investitsiya emas. Investitsiya naborot uzoq muddatli marafon singarida, uzoq muddatli, uzoq yo'lni ko'zlagan boshlab, kichkina qadamlar bilan boshlab, lekin u davomiy, cho'slam stabil bo'lgan yo'l hisoblanadi. Yana bir bor qaytarib o'taman, investitsiya bu sprint emas, ya'ni qisqa muddatli tez bosib o'tadigan yo'l emas. Investitsiya bu uzoq muddatli, bu marafon. Ya'ni kichkina qadamlar bilan, sabr bilan uzoq muddatli stabil natijalarni erishish bu investitsiya.